Mana bo'lmasa hozir tekshiramiz sizdan yani mana. Aka nima qilyapsiz? Siz qilgan ishni tekshiryapman Akmaljon. Aka xohlagan usulingizda xohlaganingiz bilan tekshirib ko'ring. O'g'li siz gasing bilan xohlagan odamlaringiz bilan tekshirib ko'ring. Yuk osasizmi? Aka 15 yil, 20 yil umrimni mana shu ishga sarflaganman. Ham amaliy, ham ilmiy jihatdan kontiner profili eng baquvvat profildan hisoblanadi aka. Bu profil yerdan qazib olinadigan narsa aka. Mana 30 metrgacha bezustun qilib beraman. Bu joyimiz 20 ga 70 bo'lgan joy. Deyarli 1,5 ming kvadrat aka. Bir tomoniga stoyka qo'yib, bir tomon dualga o'rnatgan. Shunaqa joylarda aka 200 mingdan 230 ming so'mgacha yopib beramiz. Yopib beriladi. Eng arzonini narxi do'stlar 1 kvadrat metrini 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha Akmaljon do'stimiz qilib berishar ekan. Bu narxlar ichida bonus tariqasida O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustonalikka servis o'lchash dizaynerlik xizmati mutlaqo bepul bo'ladi. Eng qizig'i, agar foyduzda obunachiman desalar, do'stlar, kraskasi bilan tunikasini olib bersangiz, qoqib sach berish xizmati mutlaqo bepul ekan. Kimgadir shunaqa sifatli kontiner profildan tom yopish xizmati kerak bo'lsa, akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.